Assalomu alaykum Master Pirilarning obunachilari. Mana ikkita uchta kachilik tayyor bo'lgan edi. Dastlabki qilishdan oldin endi bir syomka qilib ustozga tayyorlash kerak edi. U ustozni endi montaj qilib YouTube'ga tayyorlash kerak edi. O'zi boshqa joyda zakaz bilan qabul qilgan edi. Mana taxtalarga e'tibor beringizlar. Taxtalar qanday qalin bo'lingan, profillar qanaqa qalinligida. Ayniga qarang, mana taxta qayerdan qayergacha kelgan, qancha qalinlikda kelgan misol. Hammasi tayyor bo'ldi. Bari birinchi sort polikarbonatdan bo'lingan. Mana ikkinchi kateringga kelsak, bu faqat oyoq bilan tiyib oladi. Jonjonalarga zo'r mana. Faqat oyoq bilan ish beradi. Oyog'i o'raganlarga foyda, hamma narsasiga foyda mana misol. Bunisiga kelsak, mana razmer bilan tushirib ishlatsangiz bo'ladi. Qancha razmer kerak, misol past baland qilsak, past baland qilib ishlatasiz. Ularga tarafida ikkita bor. Mana uchinchisiga kelsak, mana bunisi yana boshqacha. Kirishalari birinchi sort tunuka emas. Misol bir xillar tunuka qo'yadi, biz birinchi sortdan bosgan. Mesalari bilan hamma narsasi bilan zakaz shunday bo'lingan. O'tiring. Zakazga qarab tayyorladik. Kimgaki kachilik kerak bo'lsa, mana shunday dizaynda ekrandagi nomerga murojaat qilib gapirasizlar, akalar. Mana like bo'lsangizlar. Mana 4-chi karavotimiz ham tayyor bo'ldi. Mana shunday divan va nimaiki kerak bo'lsa, mana shunday narsalar zakaz qilishingiz mumkin. Burada kartinalar tayyor bo'lyapti mana misol. Aytaylik, yana davom ettiramiz ertaga. Endi 3-4 videoda men chiqaman, Master Pirilar o'zi kelguncha.